Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah, Muhammadin va ala alihi va sahbihi va man valahu va ba'd. Alloh taolaning madad bilan arab tili darslarimizning 18-sonini boshlaymiz. Inshaalloh siz azizlar bilan bu darsimizda Mabdal qiroat kitobini 34-darslarini o'rganib chiqamiz. Matnni o'qib tarjima qilamiz. في حديقتنا توجد أشجار كثيرة وفيها ينبت التفاح والبرتقال والعنب. في حديقتنا توجد أشجار كثيرة وفيها ينبت التفاح والبرتقال والعنب. باغimizda ko'p daraxtlar bor yoki topiladi. Bor desak yanada chiroyli chiqadi. Va u yerda olma, apelsin va uzum o'sadi. نحن نلعب فيها بعد مجيئنا من المدرسة. نحن نلعب فيها بعد مجيئنا من المدرسة. Biz madrasadan kelganimizdan keyin u yerda o'ynaymiz. Mana maji'ina, maji'un kelmoq, na desa kelganimiz deb egalik qo'shimchasini qo'shib ketyapmiz. Xo'p. Al-walidu yanamu fil mahdi. Al-walidu yanamu fil mahdi. Chaqaloq beshikda uxlayapti yoki uxlaydi desak ham to'g'ri tarjima bo'ladi. Chunki oldingi darslarimizda ham aytib o'tdik, arab tilida hozirgi va kelasi zamon fe'llari bir xil ko'rinishda aytiladi. Ayna mihfazati ya ummi la a'rifu ayna wada'tahu ba'da maji'ika min al-madrasati. Ayna mihfazati ya ummi لا أعرف أين وضعته بعد مجيئك من المدرسة. سمكم خير دا ey onam, bilmayman. Madrasadan, ya'ni maktabdan kelganingdan keyin qayerga qo'yding? هل حضرت درسك يا فاطمة؟ نعم حضرته. هل حضرت درسك يا فاطمة؟ نعم حضرته. Darsingni tayyorladingmi ey Fatima? Ha, tayyorladim. Mana Fatima ayol kishi bo'lgani uchun haddorta demasdan haddorti deb aytayapmiz. Tahdirun masdarini o'tganidek, tayyorlamoq. Buni o'tgan zamoni haddorta, ya'ni haddorti beryapti. Haddora shaklida kelar ekan o'tgan zamon fe'li. Uchinchi shaxsga haddora, ikkinchi shaxsga uchinchi shaxs muannasiga haddorat, ikkinchi shaxsga haddorta muannasi haddorti va birinchi shaxsga haddortu, chunki birinchi shaxsda muzakkar muannas degan narsa yo'q. Va ana ma haddortuhu ba'du. Va ana ma haddortuhu ba'du. Men esa hanuz tayyorlamadim. هؤلاء التلامذة يحضرون دروسهم. هؤلاء التلامذة يحضرون دروسهم. هو ana u o'quvchilar darslarini tayyorlayaptilar. Mana bu yerda yuhaddiruna so'zi o'sha haddorani o'tgan zamondagini aytdik, kelasi zamoni. Yuhaddiruna shaklida bo'lar ekan. هل حضرت درسك يا زهرة؟ هل حضرت درسك يا زهرة؟ درسين تيارلديم أي زهرة؟ لعبت فاطمة في الحديقة مع أختها عائشة. لعبت فاطمة في الحديقة مع أختها عائشة. فاطمة باغدا سينس عائشة بلن برگه o'ynadi. أين الحفاظة؟ أين الحفاظة؟ تقليك خير ده. قامت عائشة فقرأت درسها. قامت عائشة فقرأت درسها. عائشة ترد و درسنı o'qidi. Mana bu yerda qomat, qoma fe'lini muannasi, chunki bajaruvchi Oysha. Fa haqida ham gapirib o'tgan edik. سقطت فريدة في الشارع فبكت كثيرا. سقطت فريدة في الشارع فبكت كثيرا. Farida ko'chada yiqilib tushdi va ko'p yig'ladi.
تكلمت كثيرا يا بنتي اسكتي. تكلمت كثيرا يا بنتي اسكتي. ey qizim, ko'p gapirding, jim tur. البيت يبنونه من الحجر واللبن والخشب. البيت يبنونه من الحجر واللبن والخشب. خب، uyni toshdan, g'ishtdan va yog'ochdan quradilar. أين الوليد ينام في المهد. أين الوليد ينام في المهد. chaqaloq qayerda? beshikda uxlayapti. Faridatu tanamu fil mahdi. Faridatu tanamu fil mahdi. Farida beshikda uxlayapti. Xo'p. Al-hadinatu tunawwimu at-tifla. Al-hadinatu tunawwimu at-tifla. Tarbiyachi ayol bolani uxlatyapti. Hatil huffazata ya Fatimatu. أغير حفاظة الطفل. هات الحفاظة يا فاطمة أغير حفاظة الطفل. ey Fatima, taglikni ber, bolaning tagligini alishtiraman. Shu bilan bugungi darsimizga ham yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.